Nimaga odamlar buncha noliydi hayotdan, ko'p yig'laydi? Mana hozir sizga ham qarab turaman, necha kishi masalan ish jarayonimizda ham boshqa paytlarda ham yo'llarda ham ko'rganman, nolib, unim kam, bunim kam, bunga qilolmayapman, unga qilolmayapman, yordam bering. Janjal, mana shunday murojaatlar ko'p bo'ladi-da. Endi rahbar odamga ham qiyin, men uni tushunaman. Inson bitta uyda o'ylaydi, kichkinagina oilamizni o'ylaymiz, rahbar odam butun tumanni, respublikani o'ylaydi. Keyin hokim buvaga aytdim. Men aytdim, hech qachon hayotimdan nolimayman. O'qituvchilik, o'zimning oyligimda orqasidan ikkita qizimni yolg'iz katta qildim. Faqat shu oyliklarimni o'shalarni bilim yo'liga ko'proq sarfladim. Qizlar, yoshlar telefonga berilib yoki to'y hashamlarga qiziqsa, men qizlarimdan bayon oldim, diktant oldim. Ko'proq kitob bilan shug'ullantirdim. Natijasini ko'rdim. Sabr qilsangiz, ozgina emas, tinimsiz harakatda bo'lishingiz kerak. Mehnat qilish kerak odam. Dunyo bilan hamnafas yurish kerak. Qizlarim keyin maktabni bitirgandan keyin Xudoga shukr grant o'qiyapti. Kattasi Toshkentda o'qiyapti, sharqshunoslikda. Yutuqlari juda ham ko'p, sertifikatlar olyapti. O'sha oliygohni rektorlari tomonidan rahmat Gulchehra Shavkatovna juda ko'p minnatdorchiliklar bildirdi. Telefon orqali, qizim orqali ayttirib yuboradi. Mana bunday qizni tarbiyalagan onasiga rahmat. O'sha hali sen mahallangda butun O'zbekistonimizda sharqshunoslikning yuzi bo'lasan degan gaplarni qizim aytib keladi. Meni o'zimga ham o'sha dekanlari ko'p telefon qilib rahmat aytadi. Ikkinchi qizim ichki ishlar sohasida o'qiyapti, 2-kurs. Qo'llanasiz dedi. Qizlarim student. Shunday chiroyli sharoitda, shunday chiroyli yotoqxonalarda turyapti. Havas qilasiz. Student bo'lib qolishimiz kerak-da. Ularning hozir prezidentimiz qilib bergan sharoitlarini, rektorning sharoitlarini ko'rsangiz, har kun hol-ahvol so'raydi deydi rektorlarimiz, dekanlarimiz, ustozlarimiz deydi. Ayniqsa bilimli yoshlarga deydi, yana ham motivatsiya ko'p beradi. Hozir katta qizim grant o'qiyapti. Maqolalar bilan shug'ullanyapti. Maqolalari chiqdi. Endi ayajon kitob bilan kirishmoqchiman deyapti. Yotoqxonalari, uni sharoitlari endi shunchalar yaltillaydi-da. Juda ham rahmat aytaman. Quvonib ketaman shu hayotda shunday go'zalliklar, shunday yaxshi sharoitlarni ko'rib yashayotganimdan Xudoga shukr qilaman. Inson nolimaslik kerak-da. Ha deganga nolavermaslik kerak, o'zi nolimaslik kerak. O'zi ayol kishi bo'lganim bilan yig'laganni yomon ko'raman. Yig'lamaslik kerak odam. Bir kun osh yesangiz, 3 kun sho'rva yesangiz nima qildi? Bir kun sho'rva yeysiz, bir kun shulla ichasiz. Hamma narsani chiqib murojaat qilib, nolib, hammaga video qilib, yig'lab, siqtab bu narsa xohlamayman. Men umuman aytmoqchimanki, o'sha 2-chi qizim ichki ishlar sohasida o'qiyapti. Shu turmushim bo'lmagandan keyin 1,5 oylikmidi? Shundan o'zim yolg'iz katta qildim. Nolimayman. Taqdir. Faqat boshingizga bo'xtonlar, nimalar yog'dirganda ham faqat Allohga solib qo'yish kerak. Vaqt o'zi ko'rsatadi, haq, nohaq. Qizlarim shunday maktabni bitirdi. Shunday qo'shsha baxtlar, qo'shsha yangiliklar, omad. Xudoga shukr, mahalla raislaridan ham minnatdorman. Mahalla raislari ham yaxshi insonlar. Ular bilan ham bir tortishib, yoki qo'ni-qo'shnilar bilan bir tortishib, yoki o'zim oilam, ukamlar bor, 3 ta kelin bor. Turmushim bo'lmagandan keyin o'sha kelinlarim bilan birga yashadim. Opa-singildek, biron marta bir muammo, janjal, mahallaga chiqish, uyat. Men mana shu prezidentimiz uyini 136 millionlik uy, 36 millionni otam bosh to'lovini qilib bergan. Qilib bergandan keyin otamning uyida 9 yil yashadim. Keyin ko'chib keldim, meni ko'chirishdi chiroyli qilib.
ko'chirgandan keyin buyog'ini oyligimdan sekin-sekin, asta-asta to'lab, bo'sh paytlarimda o'sha dadamni bog'i bor. To'g'risida, bog'ni tagiga shunday olmalar tushadi-yu, isrof bo'lmasin deb, bekor paytlarimda darsdan bo'sh paytlarim to'g'rayman. Ularni qoq qilaman, sotaman, keyin gilam olaman. Qizlarimga kitob sotib olib beraman. Chiroyli albomlar olib beraman. Mana shunday qilib katta qilishim. E'tibor berish kerak. Hamma narsaga e'tibor berish kerak. Hamma narsani isrof qilib chiqarib tashlayvermaslik kerak. Hamma narsani qadriga yetish kerak. Hamma narsani qadriga yetish kerak. Qachon nolimayman. Noliganda fikrim yomon, noliganda. Keyin hokim buva shunday xursand bo'lib birdan o'zini qizini qanday nima qilsa, erkalasa shunday erkalab ketdi. Voy, ona qizim, qanday chiroyli gaplar gapiryapsan. Shunday ayollar bormikin hayotda? Hech narsadan nolimaysanmi dedi. Yo'q, nolimayman dedi. Nolimayman hech qachon dedi. Bundan keyin ham nolimayman. Bolalarimga ham shunday deyman. Suv kelsa simirib, isak kelsa kemirib deydimi? Ana shunday yashash kerak. Prezidentimizga ming marta rahmat. Rayonadagi mana shu hokim bovalarga rahmat. Xudoga shukr. Mahalla raislari, fuqarolar yig'ini, xotin-qizlar raisa qizlarimiz, hammasiga rahmat. Ularni oldiga shu paytgacha 40 dan oshdi yoshim. Hisoblasam 18, 19, 20 yil bo'libdi turmushim bo'lmaganiga. Biron marta mahallaga un so'rab bormaganman. Shakar so'rab chiqmaganman. Yordam so'rab chiqmaganman. Chiqmayman. Nimaga desangiz, shukr qilish kerak. Yordam beringizlar, men bunaqaman, bunday ayolman, qiynalyapman, nima qilaman yolg'on gapirib. Qizlarim yaxshi tarbiyalabmanki, yaxshi o'qitibmanki, grant kirdi. Mana boylik, mana baxt. Yana qancha baxt kerak ona uchun, pedagog uchun. Men faqat doim aytaman, qizlarimni kuzatayotganimda, o'qishga ketayotganda uzoq keladi ular endi. Meni farzandim emas, Allohning farzandi. Elni farzandi bo'linglar. Elga aralashib yuringlar. Rayonimiz hokimi sizlardan xursand bo'lsin. Yaxshi o'qib kelinglar, yaxshi diplomlar olib kelinglar. Kelajakda ham yaxshi ibratli xonadon bekasi bo'linglar deyman. Nasib Xudodan so'rayman. Bundan keyin ham hayotim a'lo bo'lsin, qizlarimniki bundan ham bo'lsin. Hayotda qiyinchilik ko'rmadim deb aytish kerak. Hayotdan xursandman deb aytish kerak. Har narsani qiyinchilik demaslik kerak. Oyog'im butun, qo'lim sog', ko'zlarim ko'rib turibdi. 3 kilometrga piyoda bor, piyoda kelaman. Ish joyim 3 kilometr, 2 kilometrdan sal ko'proq. Nolimaslik kerak. Harakatda bo'lish kerak. Sog'lomman. Hadiganga doktorxonaga borib yurmayman. Buni ham foydasi bor. Ko'proq shu o'zim bo'sh paytlarim kitob bilan shug'ullanaman. Hokim buvani bitta gapi yoqdi-da. Kitoblaringiz bormi, ko'rsating dedi. Hokim buva bajonli ko'rsataman dedi. Men uyimda kitobni bitta ikkita olib kelaman, o'qish uchun ko'proq sinfxonamda saqlayman, albatta, ko'rsataman. Ko'proq ma'naviyat soatlarida o'sha badiiy kitoblarni o'quvchilarga o'qib beraman. Bobokalonlar hikmatli so'zlaridan. Albatta 49-maktabga boring, kitoblarimni ko'rsataman. Kutubxona bilan doim birgaman dedim. Ko'proq o'quvchilarimga kitob ko'proq o'qib beraman. Keyin qizlarimga ham o'sha kitoblarni varaqlari sarg'ayib ketgan bo'lsa ham olib ketadi meni qizlarim. Aya bering, kerak bo'lib qoladi. O'zim ham sumkalarga solib berib yuboraman. Ko'proq kitob o'qigan insonning fikri ham boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. Hayotdan nolimaydi. Bolalarni ham mana shu narsaga jalb qilish kerak. Keyingi paytlarda kitobga bo'lgan mehrni ko'paytirish kerak. Kitobni ko'proq o'qish kerak. Amir Temurni o'qish kerak, Nodira Begimni o'qish kerak. Alisher Navoiyni o'qish kerak. Onalar uyda bekor bo'lganda onalar qizlarga, bolalarga bayon yozdirish kerak, diktant yozdirish kerak. Savol-javob qilish kerak. Ular bilan do'stona muhit, do'st bo'lib yashash kerak. Do'stona ota-ona farzand o'rtasida sir bo'lmaslik kerak. Yashirincha narsa bo'lmaslik kerak.
hamma narsa chiroyli bo'lishi. Hokim kitobi